Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Jizzax davlat pedagogika universitetining 1-kurs magistranti, ya'ni maxsus pedagogika logopediya universitetidagi 1-kurs magistranti Ilhom Uralov bo'ldi. Bugungi mavzuyimiz reabilitatsion pedagogika fanidan psixosomatik muammolarga ega bo'lgan bolalarni o'sha ta'lim tashkilotlarida o'qitish shakllari haqida gaplashamiz. Ya'ni qanday? Psixosomatik bolalar deganda biz ya'ni ularning ruhiy holatlaridagi kechinmalarning buzilishlari, ya'ni stress, ruhiy zo'riqishlar, kuchli bosh og'riqlari, tez-tez shamollash oqibatida bu psixosomatik buzilishlar kelib chiqadi albatta. Bu ko'rinishlarda shunaqa holatlarda namoyon bo'ladi. Bolalarda ko'pincha o'qishdagi qiyinchiliklar, ijtimoiy holatlardagi qiyinchiliklar, ya'ni ota-onasi bilan bo'lgan muammolar, o'rtoqlari bilan bo'lgan muammolar, ya'ni o'sha guruhdagi bo'layotgan mashg'ulotlar yoki sinfda bo'layotgan mashg'ulotlarni o'rtasida jadal kechayotgan jarayonda ularning sust qatnashishi yoki giperaktiv qatnashishlari natijasida yoki salbiy qatnashish natijasida o'qishdan orqaga qolib ketish yoki o'qishdan chetlab ketish holatlari ham yuz beradi. Bunaqa holatlarda ta'lim muassasalarida bunday bolalar ko'pincha tez charchash, ya'ni nima qilsa ham tez charchab qolaveradi, hansirab qolaveradi. Ya'ni diqqatni bitta joyda emasligi, diqqatni ko'chishi, diqqatni tarqoqligi, ya'ni har xil xayollarda yurishi, asabiylashish, ya'ni o'rtoqlari sal nimadir desa ham juda ham tutab ketishi yoki ustozi nima desa ham juda ham tutab ketish kabi holatlari psixosomatik bolalarda yuzaga keladi desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Ta'lim muassasalarida pedagogik qiyinchiliklar, ya'ni bu pedagogik qiyinchiliklar deganda o'qituvchilar tomonidan dars jarayonidagi qiyinchiliklar, ya'ni bunaqa bolalar bilan albatta o'qitish jarayoni oson bo'lmaydi, qiyin bo'ladi. Bu yerda albatta tibbiy kuzatuv ham kerak, ya'ni psixolog yordami, psixonevrolog yordami yoki oshib borsa nevropatolog yordamida ham bu bolalarni kuzatuv ishlarini olib borib, birgalikda korreksiya ishlarini qilish kerak bo'ladi albatta. Pedagogik va psixologlarning vazifalari avvalambor individual yondashuv kerak, ya'ni bolani o'zi bilan shaxsiy shug'ullanish kerak bo'ladi. Stressni kamaytirish, bola bilan tabiatga olib chiqish kerak, bolani yaxshi kayfiyatli, yaxshi davralarda juda ham ko'p odamlarda oldida olib chiqish xato. Ya'ni o'zini shunchaki individual yondashgan holda tabiat qo'yniga olib chiqib dars o'tish ham yaxshi. Ota-onalar bilan hamkorlikda juda ham ishlar olib borish kerak, ya'ni chunki ota-ona avvalambor tarbiya ota-onadan boshlanadi degandek, ota-ona bilan hamkorlikda обязательно ishlash kerak. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, guruhli o'yinlar, mashg'ulotlarni rivojlantirish kerak. Ko'proq o'yinlar o'tkazib turish kerak u bolalar bilan. Asablari tarang joyida sal normallashadi asablari. Xulosam shu bo'lyaptiki, bu bolalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak, ota-onasi bilan ishlash kerak, psixolog hamda pedagog, logoped yoki defektologlar tomonidan maxsus kuzatuv ishlarini olib borish kerak. Xudo xolasa bunday bolalar o'qishga yaxshi qatnashib ketadi. Sizlar bilan bugungi mavzuimiz shu edi. Sizlar bilan Ilhom Uralov bo'ldi. Hammaga rahmat.